آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا سلام يا الله يا قدوس يا الله يا مؤمن يا الله يا محيمن يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا ذو الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله يا الله تقبل منا صلاتنا، تقبل منا ختم القرآن الكريم، تقبل منا صيامنا، ركوعنا، سجودنا وتحيتنا مع ختم القرآن الكريم. يا ربي ey mehriban rahimli Rabbimiz, büyüksen, ulug'san ya Rabbim, rahimli ve mehribansan. Bugün o'zingni kalomingni Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qanday nozil qilgan bo'lsang, harfma harf, oyatma oyat, surama sura qiyom bo'lib, namozda qoim bo'lib tilovatiga somiy bo'ldik. Ya Rabbi, Qur'oni Karimning har bir harfiga va'da qilingan savoblarni eshituvchi va o'quvchilarga nasib qilgin. Ya Rabbi, o'zingni kalomingni xatm qilgandan keyingi duoning mustajabligidan umid qilib, Ramazonda jannat eshiklari ochiq turgan bir pallada, do'zax eshiklari berkilgan bir pallada, abadiy dushmanimiz shayton kishallanib turgan holatda, rahmating jo'sh urib turgan holatda, gunohkor holatimizda, xijolat holatimizda, qalblarimiz qorayib turgan bir holatda, sendan so'ragani ham uyalib turgan holatda seni rahmatingdan umid qilamiz. Gunohlarimizni o'zing kechir ya Rabbi. Gunohkormiz, osiymiz, isyonchimiz, lekin sen rahimlisan ey Robbim. Kechirguvchisan. Larimni to g'arg'ariq kelguncha tavba qilsa kechiraman deb va'da bergansan. Bizni gunohlarimizni o'zing kechir ya Rabbi. Gunohlarimizni mag'firat qil. O'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar bizni mag'firat qilmasang hasratda qolamiz. Ya Rabbi, bizlarning gunohkor bandalarni o'zing kechir. Ojizlik bilan tutayotgan ro'zalarimizni qabul qil. Bandalaring umid bilan duoga qo'l ko'tarib turibdi. Agar bandam menga tazarru bilan, tahashshu bilan qo'lini ochib duo qilsa, qo'lini noumid mustajab qilmasdan qaytargani hayo qilaman degan va'dang bor. Ya Rabbi, ro'zadorlarga va'da qilingan Rayyon darvozasidan bizlarni kirgizgin. Dunyodagi eng habib zot Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishtirgin. Jannatda u zot bilan bir davrada o'tirishlikni nasib qilgin. Ya Rabbi, gunohkormiz. Shu qadar gunohkormizki, yillar davomida tilimiz g'iybat qildi, ig'vo qildi. Yillar davomida gunoh so'zlarni qildi. Seni zikringni qilmadik. Senga tavba qilmadik. Ammo bugun senga tavba qilamiz. Seni zikr qilamiz. Rahmatingni umid qilamiz. Biz osiy bandalarni bundan keyin tilimizni zikr qilguvchi qil. Tavba qilguvchi qil. Ya Rabbi, qiyomat bo'lganda
og'izlarimiz muhrlanib qo'yganda, qo'llarimiz bizni qilgan ishlarimizni aytib turganda, oyoqlarimiz qilgan gunohlarimizni sotib turganda, yolg'onchi qalblarimiz yolg'on yig'lab turganda, ko'zimizdan chiqqan yoshlarga kipriklar guvoh bersin. Ya Rabbi, Qur'oni Karim xatmisidan keyingi duo mustajab. So'raydigan hojatlarimiz ko'p. Ya Rabbi, bizlarni vujudimizga sabab bo'lgan, o'zing hurmat qilishligini talab qilgan ota-onalarimiz bordurlar. Yemay yedirgan, ichmay ichirgan, bolam chaqam deb, yesin kiysin deb, namozlarida kamchilik bilan, savoblari kam bo'lib, ko'p amallar qila olmasdan o'zingning huzuringga ketgan otalarimiz bor. Ya Rab, neki qilgan bo'lsa otalarimiz bizni deb qildi. Neki qila olmagan bo'lsa ham bizni deb qila olmadilar. Yolvoramiz Robbim, otalarimizni azoblamagin. Ya Rabbi, otalarimizni azoblamagin. Padara buzrukvolarimizga jannat bergin ya Rabbi. Ya Rabbi, ey mehribon zot, bizlarni dunyoga kiygizgan onalarimiz bor edilar. Kechalari tillari zikirda, qo'llari beshikda bo'lgan. Bir sovuq shabodani ham bizga ravo ko'rmagan. Mushtibor onalarimiz ibodatlarida kamchilik bo'lgan bo'lsa, gunohlar qilgan bo'lsa, ularni kechirgin ya Rabbi. Yolvoramiz ya Rabbi. Yig'lab so'raymiz. Duoga qo'l ochib turgan birortamizni, volidamizni, onalarimizni do'zaxga hukm qilmagin. Onalarimizni jannatda Oysha onamiz bilan birga qilgin ya Rabbi. Ularning gunohlarini kechirgin. Ya Rabbi, o'tgan barcha azizlarimizni, ajdod va jaddodlarimizni, yaqin jigarlarimizni hammalarini yotgan joylarini Ravza Rayhon, Jannatun Naim qilgin.